Abi 3 sotulik tayyor bitgan uchastkani sotuvga chiqarib qo'yamiz. Narxi boshlang'ich 170 ming, albatta kelishadigan joylari bor. Manzil Toshkent shahar Yunusobod Shahramon postini bilsangiz 5 kilometr kirib kelganimizda Shredder bog'iga yetmasdan Baraka marketdan chapga svetofordan kiramiz. Xo'p, ko'rayotganingiz mana bu oppoqqina 2 qavatli uchastkamiz. 3 sotuv, asfalt ko'cha, stolba освещение, zo'r, lokatsiyasi ham juda ham yaxshi. Keling, mana asosiy darvozadan kirganimizda bemalol mashinadan olib kirsangiz bo'ladi. Kirganimizda o'ng tarafda уже uyga ichiga kiradigan bo'lsa, biz to'g'riga birinchi hovlini ko'rib chiqamiz. Mana kelishimizga уже suvlarni sepib tayyor qilib qo'yishyapti. Yashil hudud, dekorativniy daraxtlar, yozgi oshxona. 3 sotuvli uchastkamizda yangi bitgan, yangi remontdan chiqqan, notariusga hujjatlari tayyor. 170 ming bu boshlang'ich narx, albatta kelishiladigan joylari bor. Bu uyimizda bizda 6 ta xona, 4 ta sanuzeldan iborat. Keling, ichkariga kiramiz. O'ng tarafdan boshlaymiz. Mehmon kutadigan gostivoy xonamiz. Remontimiz premium klass. Ranglar juda ham yoqimli, yangi ranglarda tanlangan. Mana mehmon kutadigan zalimizdan kattaligini ko'ryapsizmi? Juda ham katta bahaybat ekan. Bu yoq tarafimizda esa bizda doполнительный yana bitta xona o'zingizga moslashtirib qilsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda esa mana ko'payni eshik, oshxonamiz bo'ladi. Tashqaridan ham, bu yoq tarafdan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda esa sanuzelimiz ham mavjud. Tashqi sanuzel buning orqasida ham bor. O'zingiz uchun chiroyli stroyni mebelni garnitur yasattirib foydalansangiz bo'ladi. Shu bilan keling endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Yonbozini va taxtalardan chiroylikkina qilishibdi. Taxta debman, daraxt. Xo'p, ikkinchi qavatimizda hol 4 ta spalni. O'ng tarafdan marhamat boshlaymiz. Birinchi xonamiz ikkinchi qavatga. Keling, qaytamiz. Marhamat, bu yoqqa kiramiz. Xo'p, mana shu xol o'zida общий sanuzel ham mavjud. Bu yoq tarafimizda yana bitta xona. Ko'p uchastkalarga kirsa kichkina xonalar bo'ladi, lekin bu juda ham katta bahaybat qilib qo'yishibdi. Bu yoqni xohlasangiz spalni, xohlasangiz ikkinchi gostivoy qilsangiz ham bo'ladi, juda ham katta ekan. Bu yog'imizda yana bitta oxirgi spalnimiz, bu spalnini o'zini sanuzeli mavjud. Cho'pli qo'llar bor, radiatorlar ham bor, настроениyaga qarab ishlatsangiz bo'ladi. 170 ming sotuvli tayyor yangi bitgan uchastkamizning narxiga, lokatsiyasiga yarasha yomon narx emas. Kelasiz, ko'rasiz, ma'qul kelsa, sodalashib, barakani bosib olasiz. Ma'lumot uchun telefon raqami aytsangiz, tezda aloqaga chiqasiz.